Kanalimizga kelgan savollarga javob beramiz. Nektarni suvga aralashtirib qushga bersa bo'ladimi? Suv idishda necha kun turadi? Vitaminlarni issiq yoki qaynoq suvga aralashtirish mumkin emas. Xona haroratidagi xlorsiz toza suvga kerakli doza qo'shib tayyorlanadi. Toza idishda qushga beriladi. Tayyorlangan qorishma 24 soat saqlansa bo'ladi va yangisini tayyorlash kerak. Keyingi savolimiz katta to'ti qushlar uchun, masalan, Aro, Jako, Aleksandr, Ajrella qanday vitamin tavsiya qilasiz? Qushlar o'rta yoshda. Qaysi vitaminni berish ehtiyojga qarab belgilanadi. Immunitetni mustahkamlash uchun Nekton S va Nekton Pollen Power, patlar sog'lom o'sish uchun va tillovdan samarali chiqarish uchun esa Nekton Biotin, stress va kasallikdan tiklanish uchun Nekton B kompleks, suyaklar mustahkamligi va tuxum qobig'i uchun esa Nekton MSA va Nekton kalsium tavsiya etiladi. Navbatdagi savolimiz savollar uchun ham bo'ladimi deb so'rashibdi. Ha, albatta, savollarga ham Nekton vitaminlarini berish mumkin, lekin to'g'ri turini tanlash va kerakli dozada berish lozim. So'nggi savolimiz stressga qarshi qaysi nektarni berish mumkin? Qushlarda stress holati kuzatilganda Nekton B kompleksidan foydalanish tavsiya etiladi. Nektar vitaminlaridan foydalanish haqida savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.